Hop. Modul kimdir biladi, kimdir bilmaydi, lekin ishonish oson. Oson. Qarab turlar. Lekin hisobda hammasini o'tganmiz. Hop, aytyapti. Function f. F funksiya, ya'ni bu funksiya defined degan nima degani? Yo'q. Aniqlangan. By orqali given equation. Berilgan tenglama orqali f aniqlanar ekan. For which of the following? Jim turamiz. Which of the following nima edi? Hayashing. Quyidagilardan qaysi biri values qiymatlari k, ya'ni k ning qiymatlari f k teng 3k bo'lsa, f k teng 3k bo'lsa. Nima degani endi bu? Demak, sen k ni o'rniga x o'rniga k qo'y, ya'ni 71 minus 2k nima bo'lar ekan? 3k chiqar ekan. Hamma rozimi? Mana x o'rniga k qo'ydim va nima chiqdi? 3k chiqdi. Endi qaranglar. Modulni yechishda bitta qoidasi bor. Ya'ni nima? Bitta musbat, bitta manfiy ochaman. Nima ketdi? 71 minus 2k teng 3k. Ikkinchisi 71 minus 2k teng minus 3k. Ana, endi raqam o'taman. 71 teng bu yoqqa plyus o'ta 5k. 5ga bo'lib yuborsam k teng 71 taqsim 5. Hamma rozimi? Bo'ldi. 71 taqsim 5 degan javob bormi? Bor. Bo'ldi, ikkinchisini yechish shart emas. Nimaga? Aniq javob yo'q chiqarib bu yerda. Mana 71 bu yoqqa o'tsa plyus bo'ladi. Plyus 2k. Nima chiqadi? Minus k. Bitta kani topsam minus 71 degan javob chiqadi. Tushundingmi? Savollar? Yo'q.